Bilim yo'lida bor davom, talabalar intiluvchan bilim daraxtiga bog' podcast. Qo'qon universitetini Andijon filiali ochilyapti ekan degan yangilikni eshitib qolganmiz. Bir semestr sabr qilib tursam 14 million to'lab, keyin davlatga o'tib ketaman. Studentlar uncha ko'p bo'lmagan, xususiy bo'lgani uchun Kirayotganimda hadik bo'lgan. Huquqiy hujjat topshirdim. ikkita universitetda taqqoslab ko'rdim. Taqqoslaydigan bo'lsak, Shunga amin bo'ldimki, o'qishga ja e'tibor berishmaydi. Men bu gapimga 100% javob bera olmayman. siz endi keldingiz, siz biroq tanimaydi. Imенно o'qiganlar hamshira bo'lib ishla olmaydi. Xo'p, men Karimova Husniya, davolash ish yo'nalishi tibbiyot fakultetida 2308 gruppasi talabasiman. Men 2023-2024 o'quv yilida shu yerga kelganman. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi 2307 guruh talabasi Mahkami Fabrorbek. Zo'r voqea bo'lgan. Biz rosa universitetlar istab yurganmiz ayam bilan. Toshkentga borganmiz, Namangan, Farg'onaga borib universitetlarni ko'rib kelganmiz. Keyin ash paytda Andijonda o'zimizda Qo'qon universitetini Andijon filiali ochilyapti ekan degan yangilikni eshitib qolganmiz. Keyin shu yerga kelib ko'rganmiz. Birinchi bo'lib DSDga ochilgan edi. O'sha paytda kelib ko'rganimizda studentlar uncha ko'p bo'lmagan. Keyin bu yer mashhur bo'lmaganligi sababli diplomi o'zi o'tadimi, yo'qmi degan savol tug'ilgan bizda. Keyin ayam bilan o'ylab turib, tavakkal qilib, keyingi yilga ikkinchi kursdan o'zimizniki boshqa joyga o'tib ketaveraman deb shunaqa niyat bilan kirganman. 2024-2025 o'quv yilida Qo'qon universiteti Andijon filialiga perevod qilib kelganman. O'zi bu yerga perevod qilishimga bir qiziqarli voqea bo'lgan, perevod qilishimga sabab. Uyimizdagilar universitet haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. Qirg'izistonda o'qib, hali qiynalib ketganmiz, yo'l uzoq bo'lgan. U yerda kvartirada tur, yana rasxodlar. Keyin Qo'qon universiteti Andijon filiali Andijonda ochilibdi. Shu yerda o'qib ko'r, o'qishingni perevod qilib ko'r degan boshida darslar bo'ladimikin xususiy universitetda yo bo'lmasam diplom o'tarmikin degan o'y bo'lganda. Diplom o'tarmikin degan savolga o'zi o'sha paytda o'sha savolni o'zimga berganim meni bilimim pastligidan, saviyam pastligidan darak bergan ekan. Chunki O'zbekistonda bu universitet ochildi, rasmiy litsenziyaga ega. Qanday diplom o'tmaydi degan fikr menda bo'lmagan. Universitetga keldim, kelgandan keyin shunga amin bo'ldimki, nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyoga o'tadigan diplom ekanda biz universitet. Chunki hozirgi kunda universitetimiz bilan xalqaro universitetlar o'rtasida xalqaro memorandumlar imzolanyapti. Bu ham ko'rsatib turibdiki, nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyoga biz diplomimiz o'tish haqida. Ko'p narsaga erishdim deb o'ylayman, lekin men o'zim umuman o'ylamasdim. Shu 2 yil ichida juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Birinchi bo'lib meni o'zim hayotimda, ikkinchida men o'zimni lичностimda o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamasdim. O'quv yili davomida faolliklarim uchun, yaxshi o'qiganim uchun bizga grant e'lon qilingan, ya'ni grantga hujjat topshirasizlar degan bizga yangilik chiqqan. Men u paytda bilmasdim, olamanmi yo'q, grant olmaymanmi bilmasdim. Hamma hujjatlarimni, dokumentlarimni to'plab topshirganman. O'quv yilining oxirida topshirganimizda eng oxirgi paytgacha bilmaganmiz grant olishimizni. Hamma sovrindorlarni yig'ib turib grantlar e'lon qilishgan. Paytda 18 ta odamga grant berilgan. Shu oxirgi momentigacha men bilmagan edim 50% grant yutib olishimni. Grant yutib oldingiz deb meni ism familiyamni aytishgandan keyin men juda ham ta'sirlanib ketganman. Yugurib borib turib birinchi bo'lib ayamga aytganman. Shu paytda tavakkal qilib bekor qilmagan ekanmiz deb aytganman. Birinchi bo'lib grantlar oldim. Birinchi yil 50% grant, ikkinchi yilda 25% grant, hozirgi vaqtda meni 9 yillik grantim bor. Universitetda iqtidorli talabalar qo'llab-quvvatlash maqsadida grant dasturlari joriy qilingan. 25, 50, 100%lik. Shunda bir qiziq voqea bo'ldi. Grantga hujjat tayyorlashni boshladim. Tayyorlashni boshlaganimda do'stlarim aytdi, biz perevod qilib kelganmiz, perevod qilib kelganlarga grant berilmasa kerak. 1 yil, 1,5 yildan beri o'qiyotganlar bor.
ular olib kelsa kerak grantda menimcha. Yo bo'lmasam tanish bilish bo'lishi mumkin. Siz endi keldingiz, sizni biroq tanimaydi. Grant ola olmasangiz kerak dedi. Degandan keyin yo baribir harakat qilaman, grant olishga harakat qilib ko'raman dedim. O'sha muhit meni o'zgartirgandan keyin va 50% universitet iftixori grantiga hujjatlar tayyorlashni boshladim. Konferensiyalarda qatnashdim, maqolalar yozdim. Ustozlar ko'magida albatta kitoblar yaratdim. Universitet iftixori 50% grantga huquqiy hujjat topshirdim. Hujjat topshirgandan keyin ustozlar ushbu grant hujjatlarini ko'rib chiqdi. Universitetimizda 50% grant uchun men loyiha topladim va shundan keyin universitetimiz direktori 50% grant olgan talabalar bilan suhbat o'tkazdi. Shunda men o'zimdagi kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlarimni rahbarimiz o'ziga aytdim. Men kelajakda shu innovatsion loyihalarga qiziqaman. Tibbiyot sohasida bir yangilik qilsam, shu Innovik xalqaro 2025 tanlovida shu o'zimning g'oyam bilan ishtirok etsam, tibbiyotga oid. Shunga menga yordam bering dedi. Yana bir qancha loyihalarim bor edi, ularni ham aytdim. Aytgandan keyin shunda seni ko'zing yorib turibdi, shijoat bor ekan. Senga nima deysan? 9 yillik 100% grant bersam, 6 yil o'zimizda o'qiysan, 3 yilini Yevropa davlatida o'qib, o'zing mutaxassisliging bo'yicha bilim ko'nikmaga ega bo'lib kelasan. Shunda men aytdim, buni shartlari qanaqa bo'ladi? Chunki meni hayolimda 50% grantni ham qanaqa qilib olaman ekan. Olsam bo'ldi shuni degan maqsad bor edi birinchi. Shuni dabdurustdan bo'ldiki 9 yillik grant. Bu degani 252 million degani-da. Bu oilaviy byudjetga qancha foyda degani. Men o'sha shokka tushib qoldim shu paytda. Bizdan nima xizmat, bizga nima shart bo'ladi? Buni shartlar qanaqa bo'ladi desam, senda bitta shart bor. Faqat yaxshi o'qi, yaxshi zo'r kadr bo'l. Biz o'zimizda xodim bo'lib qol. Xodim bo'lib ishlaganingdan keyin ham bu senga berilgan grantning summasini sendan olmaymiz. Oyligingni eng yuqori summalarda, shunga loyiq bo'lsang sen beramiz dedi. O'sha paytda men roziman deb yubordim. Birinchi uydagilarga telefon qilib qo'yay, ota-onamga telefon qilib qo'yay, bu xursandchilikni yetkazishim kerak dedim-da. Telefon qilib, o'g'lingiz 50% grantga hujjat tayyorlab yuruvdi, 9 yillik 100% grant qo'lga kiritib qo'ydi. Endi mashina olsak bo'ladi. degan nimani shunaqa xursand bo'lib aytdim. Yaxshi o'qib harakat qilsangiz, grant olsangiz, o'sha pulni o'zingiz ehtiyojingiz uchun qaysidir bir ehtiyojlaringizga yo'naltirsangiz bo'ladi. Yaqinda biz Xitoy davlatini Lanzhou universitetiga amaliyotga borib keldik. Umuman o'ylamasdim, meni shu 2 yoki 3 bo'lib chiqargan davlatim Xitoy bo'ladi deb. Biz u yerga amaliyot o'tash uchun bordik, tibbiyot talabalari. Mendan ko'pchilik so'rashdi, nima qilganinglar uchun bordinglar, qanday qilib ketdinglar u yerga deb. Birinchi o'rinda biz til bilganimiz uchun ketdik, ya'ni ingliz tili bilish juda ham muhim rol tutadi bu yerda. Hech qanaqa sertifikatingiz, IELTS bo'lishi shart emas. Prosta razgovorniy rechingiz bo'lsa, shuni o'zi yetadi deb o'ylayman men. Ikkinchi o'rinda albatta baholaringiz, o'qishdagi o'zingizni tutishingiz ta'sir qiladi bu narsaga. Shu bo'yicha biz 16 ta 15 ta talaba ketdik. U yerda juda ham ko'p narsalarni o'rgandik. Xitoy talabalaridan o'zimizga juda ham ko'p narsani oldik. 9 yillik grantga keladigan bo'lsak, Xitoyga borib kelgan talabalar kelib, u yerdagi o'zimizga olgan yangiliklarni hammasini bitta qilib prezentatsiyaga yig'ib biz rahbarimiz oldiga olib kirdik. Shu qilgan ishlarimizdan, olib kelgan yangiliklarimizdan rahbarimiz xursand bo'lib, bizdan mamnun bo'lgani uchun hammamizga 9 yillik grantni taklif qildi. Shu sababli bundan oldingi yillarda qilgan ishlarimiz, chiqargan maqolalarimiz hammasini hisoblagan holda bizga grant berishdi. Grant shartlariga keladigan bo'lsak, bizga qanaqadir o'ta bir qattiq yoki обязательно shuni qilishing kerak degan shartlar qo'yilgani yo'q. Bitta sharti bitirganingdan keyin shu yerda o'zimizga kadr bo'lib qolasan degan shart qo'yildi. O'zi bu yerga aslida 1 yil o'qib turib, 2-kursdan period qilaman degan niyat bilan kelib turib, 9 yillik grant oldim. Ya'ni bir umrlik shu yerda o'zim kadr bo'lib qolishga rozi bo'ldim. Men bu narsadan hech qachon afsuslamayman. Nabarotiga juda ham xursandman. O'zimni tayinli ish joyimni topdim. O'qishim, qayerda o'qishligim aniq bo'ldi. Men bundan juda ham xursandman. Shunday sharoitda yashayapmiz-da. Bu gapni gapirishimdan maqsad, menda maqsad bor edi, g'oya bor edi, intilish bor edi, lekin buni ko'rsatib bera olmadim-da. Men ham orzu qilardim, mana shu respublikaga borsam, vazirlar bilan uchrashsam, masalan, viloyatimiz hokimlari bilan uchrashsam,
shu o'zimdagi iqtidorni ko'rsatsam, lekin nimagadir buni ko'rsatolmadim. Innovik 2025 xalqaro ko'rik tanlovi bo'ldi. Shunda o'zimning innovatsion loyiham bilan universitetimizda 10 ta innovatsion loyiha bilan qatnashdik va shaxsan vazirimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Avazimbetovich Sharipov bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldi. Endi u yerda ham to'g'ridan-to'g'ri borsangiz, qo'lingizda qandaydir arzirli ishingiz bo'lmasa, yo bo'lmasam qandaydir vazir bilan ko'rish uchun sababingiz bo'lmasa, borib turib to'g'ridan-to'g'ri ko'risha olmaysizda. Biz endi o'sha muhitga tayyorlab bordim. Men grant oldim, grant olgandan keyin endi meni yelkamga qandaydir qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, yuk tushdi. Endi mendan kimdir talab qilmayapti, masalan, senga grant berib qo'ydik. Mana qilishing kerak, qaysidir ishlar qilishing kerak, o'zingni ko'rsatishing kerak, yo bo'lmasam darsdan keyin qaygadir borib ishla, bizga ishlab ber, nimadir qil, unaqa narsa yo'q, lekin men o'zim his qilgan holda endi universitetimiz uchun kichkina bo'lsa ham nimadir ish qilishim kerak degan narsa yelkamga yuk tushdi. Va qisqa muddat ichida Qo'qon universiteti Andijon filiali iqtidorli talaba yoshlar bilan birgalikda Qo'qon universiteti Andijon filiali talaba yoshlar nigohida nomli asar yaratdik va bu asarda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Avazimbetovichga sovg'a qildik. Shunda vazirimiz ham Qo'qon universiteti Andijon filialidan keldik biz, men deb o'z tanishtirishni boshlashimdan vazirimiz aytdiki, bilaman dedi. Chunki vazirimiz ham kelgan biz universitetga. Kelib, shu bizda innovatsion muhitni yaxshilanishi uchun o'zini taklif tavsiyalarini berib ketgan. Hurmatli vazir janoblari, bizning universitetda hamma talabalar ushbu Innovik 2025 cheksiz g'oyalar haftaligiga kela olmadi. Menda bitta taklif bor. Bahor oylariga bizning universitetda ham yosh innovator olimlar forumini o'tkazsak, nima deysiz? Deganimda, bo'ldi o'tkazamiz dedi. Mendan nima yordam bo'ldi? O'sha forumda siz ochib bering. Iltimos qilaman deb qo'qib aytdim. Aytgandan keyin vazirimiz ham haqiqatda yoshlar bilan ishlashni yaxshi ko'rar ekan. Bo'ldi dedi, o'zim ochib beraman borib dedi. Hozirgi kunda ushbu yosh innovator olimlar forumiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kuni kecha viloyatimiz hokimi biz universitetga yoshlar bilan uchrashish maqsadida keldi. Shunda ham bir viloyat hokimining e'tiboriga tushish baxtiga musharraf bo'ldim. Fidoyilik bilan yuksalgan Andijon nomli asarni tayyorlab turdim. Viloyat hokimimiz tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman deb. Menga shu paytda shu fursat paydo bo'lib qoldi. Viloyatimiz hokimiga sovg'a qildim o'sha kitobni. Shunda viloyat hokimimiz ham Qo'qon universitetida Andijon filialida shunaqa bolalarim bor ekan meni. Malades. Men sizlar bilanman degan gaplarni eshitish bu oddiy talaba uchun juda katta narsa deb o'ylayman men. Endi kim o'ylabdi deysiz? Vaqt kelib vazir bilan uchrashadi deb. Viloyat rahbarining e'tiboriga tushadi. Endi hozir bu natijalardan keyin yana ham bir shijoat paydo bo'lyapti, yana ham bir intilishlar paydo bo'lyapti. Eng katta orzularimdan bittasi hurmatli prezidentimiz bilan uchrashish. Buning uchun hozirda harakat qilyapmiz. Universitetimizda yana menga o'zimga o'xshagan talabalar o'zini qanaqadir qobiliyati bilan bo'lish uchun, boshqa studentlar bilan bo'lish uchun har xil to'garaklar o'tishadi. Rassomchilik, pianino, yana kimdir raqs bo'yicha o'tadi, kimdir sport to'garaklarini o'tadi. Men o'zim hamshiralik kursini o'taman. Shu soha bo'yicha bilimlarim bo'lgani uchun o'zimdan kichkina boshqa studentlarga, o'zim tengilarga shu bilimlarim bilan bo'lishkim kelgani uchun shu hamshiralik kursini o'tyapman. Shu kurslarni o'tayotgan talabalar yaxshi o'tib, o'quvchilari ham natija ko'rsatib, yaxshi auditoriya yig'olagan bo'lsa, ularga oylik ham qilib beriladi universitetimiz tomonidan. Hamma talabalar uchun bu to'garaklar mutlaqo bepul. Bizning universitetda keng imkoniyatlar bor deb bekorga aytmaydi. Universitetga ishonch bildirgan odamgaki universitet ham ishonch bildiradi. Masalan, men bir semestr o'qiyman deb kelib, bir umrga qolib ketdim. 50% grant olaman deb 9 yillik grant oldim. Bu ham universitetimizdagi cheksiz imkoniyatlarning natijasi hisoblanadi. Cheksiz imkoniyatlarga bu dalil hisoblanadi. Bundan buyog'iga o'zimiz ustida ishlab, yaxshi mutaxassis bo'lib, shu universitetga, o'zimizning aholimizga yaxshi vrach bo'lib yetishib xizmat qilaman degan umiddaman. Kelajakda doktorga ishinglar tushib qolsa, menga kela olasiz.